Moliyaviy imkoniyat va qo'llab-quvvatlov. Bugun bank mutasaddilari joylarga chiqib, tadbirkorlarning muammolarini o'rgangan holda ularga har tomonlama ko'mak bermoqda. Natijada yangi loyihalar, yangi quvvatlar, yangi g'oyalarga poydevor yaratilmoqda. Bu borada Milliy bank ham faol ishtirok etmoqda hozir shu haqda. Bugungi kun talabi byurokratik to'siqlardan xoli, shaffof va natijador bank mijoz munosabatlarini shakllantirishdir. Bu borada O'zbekiston Milliy banki xodimlari an'anaviy ish uslubidan voz kechib, muammolarni bevosita joyda o'rganish, investitsion loyihalarni joylashgan manzilida tahlil qilish va moliyaviy yechimlarni operativ tarzda safarbar etish tizimiga o'tdi. Yosh tadbirkor zamonaviy oshxona tashkil etish bo'yicha taqdim etgan biznes rejasi bank mutaxassislari tomonidan joyida atroflicha tahlil qilindi. O'rganishlar davomida loyihaning afzal jihatlari aniqlanib, Azamat Omonboyev duch kelgan muammolar, yangi mexanizmlar hamda kafillik tizimi orqali joyida bartaraf etildi. Markaziy bank hamda Milliy bankning masofadan turib hozirda so'rovnomalar o'tkazmoqdamiz. Tadbirkorning nima muammosi bor, uni qiynayotgan savollari bo'yicha 40 dan ortiq savollar bor so'rovnomamizda. Shu so'rovnomani o'rganish natijasida har bir tadbirkor kimda qanaqa muammosi bo'lsa, borib o'rganib, joyida hal qilishi maqsad qilganmiz oldimizga. Mijozimiz takliflar va muammolarini o'rgandik. Tadbirkorning faoliyatini kengaytirish uchun kredit mablag'lariga ehtiyoji borligini o'rgandik va 1 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratdik. Ushbu tadbirkorimiz ham yosh tadbirkor, kelajak tadbirkori dasturi doirasida kredit mablag'lari ajratildik. Kreditlashning an'anaviy va og'ir qoliplaridan voz kechilishi, banklarning bevosita tashabbuskorlar bilan hamkorlik darajasiga chiqishi kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlamoqda. Milliy bank ko'rsatgan tezkor amaliy yordam natijasida yosh tadbirkor o'z faoliyatini boshladi. Prezidentimizning yosh tadbirkorlarga qaratayotgan e'tiborlari sabab hamma yosh tadbirkorlarning ishini rivojlanishiga ko'plab hissasini qo'shib kelmoqdalar. Bank xodimlari ham kelib bizdan ishimizni o'rganib, xabar olib, qanday yordamimiz kerak deb xabar olib turishibdi. Bank xodimlari tashrif buyurishdi, ishimizni o'rganishdi. 4 ish o'rinli ishimizni 14 ish o'rinli ish olib chiqish maqsadida 1 milliard kredit ajratishga kelishdik. Oldin kredit ajratish tartib qonun qoidalari juda murakkab bo'lganligi sababli yosh tadbirkorlar kredit olishga juda qiynalishardi. Hozir shu narsalarni muhtaram prezidentimiz yengillik berganlari uchun bank xodimlari o'zlari kelib, bizga taklif bilan chiqib, ishimizni rivojlanishiga ko'plab hissa qo'shish uchun soddalashgan tartib qonun qoidaga o'tishibdi. Ish boshlaganimda 4 nafar ishchi xodim bilan boshlagandim. Hozirgi kunda 14 nafar ishchi o'rni yaratildi. Faoliyatimni boshlaganimga hali 7 oy bo'lmasidan bu ko'rsatkich men uchun katta. Kelgusida maqsadimiz 3 ta 4 ta loyihalarni ochib, ishchi o'rinlarni yaratib, kambag'allikni qisqartirish maqsadida ishchi o'rinlarini ko'paytirish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hududiy dasturlar ijrosi poytaxtimizning har bir tumanida muayyan natijalar bilan namoyon bo'lmoqda. Xususan, O'zbekiston Milliy bankining Yakkasaroy bank xizmatlari markazi tomonidan ham tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy sog'lomlashtirish borasida tizimli choralar ko'rilmoqda. Tadbirkor Said Olimsaid Nosirov tomonidan barpo etilayotgan muhtasham mehmonxonada bugungi kunda qurilish, montaj va pardozlash ishlari 95% tayyor holatga keltirilgan bo'lib, yaqin kunlarda majmuaning ochilish marosimi rejalashtirilgan. Biroq loyihaning yakuniy bosqichida tashabbuskor muhandislik tarmoqlarini to'liq ishga tushirish va xorijiy innovatsion servis uskunalarini olib kelishda moliyaviy resurslar taqchilligiga duch kelgan edi. Yakkasaroy bank xizmatlari markazi ishchi guruhi mazkur muammoni bevosita obyektning o'zida tahlil qilib, loyihaning strategik ahamiyatini hisobga olgan holda unga qo'shimcha investitsion sarmoyalarni yo'naltirdi. Qurilish paytida o'ziga yarasha moliyaviy va boshqa muammolarga duch kelganmiz. O'zbekiston Milliy banki bilan hamkorlikda shu mehmonxonamizning qurilishini tugatish arafasidamiz. 10-15 yil oldin kredit olish masalasi juda qiyin bo'lgan. Normativ kerakli hujjatlar yig'ilgan taqdirda ham bank tarafdan kredit ola olmaslik jarayonlariga duch kelganman. Prezidentimiz ana shu tadbirkorlarga qilayotgan qo'llab-quvvatlashlardan keyin to'g'risini aytish kerak, bankka o'zi tadbirkorlarga o'zligi kreditlash masalasi bo'yicha o'zligi murojaat qilishyapti. Bu uchun alohida prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizning bu mehmonxonamiz 200 o'rinli bo'lib, ya'ni 100 ta xonadan tashkil topgan. Loyihamiz qiymati 12 million dollar bo'lib, hozirda qurilish ishlari 95% ga bitgan. Bu loyihamiz bitgandan keyin 60 ta ish o'rni yaratilib, O'zbekistonning shu turizmini rivojlanishiga ozgincha bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Tumanimizda faoliyat olib borayotgan tadbirkorning faoliyati bilan tanishgani keldik va bizga ma'lum bo'lishicha, pardoz va jihozlash ishlariga mablag' yetmayotgani ma'lum bo'ldi va bu mablag'ni biz o'z Milliy bank o'zining resursidan ajratib berdik. Bu loyiha amalga oshirilsa 60 ta ishchi o'rin
yaratiladi. Tadbirkor bilan biz suhbat davomida uni yangi loyihalari borligi bizga ma'lum bo'ldi. Kelajakda birga hamkorlikda ishlaymiz va yangi ish o'rinlari yaratilishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Biznes va moliya muassasalari o'rtasidagi integratsiyaning kuchaytirilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning yagona kafolatidir. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan xalqchil islohotlar asosi bugun banklarni tadbirkorning eng yaqin ko'makchisiga aylantirdi.